Tak, demak, bugun ESS firmasini relay naprejeniasini nastroyka qilishni ko'rib chiqamiz. Bu relay naprejeniyaning vazifasini bilmaganlar uchun eslatma, kuchlanishi me'yordan ortib ketishi yoki kamayib ketishidan himoya qiladi. Hop, bunda ESS firmasinikida tok himoyasi ham mavjud. Amper ham to'g'ri nastroyka qilib qo'ysak, o'sha miqdordagi amperdan ortmoqchi bo'lsa, bu o'sha joyda chegaralab tarmoqqa himoya qilib qoladi. Hop, bo'lmasa biz boshladik. Demak, buni nastroyka qilish uchun birinchi navbatda set tugmasini bosib turamiz. Set tugmasini bosganimizda bizda A1 chiqadi. A1 chiqqanda yoqilishga kechikish vaqti hisoblanadi. Mana misol uchun naprejeniya keldi, necha sekundda yonish kerak. Buni 7, 6, 5 qilib qo'ysak ham bo'ladi. O'shancha 5 sekunddan keyin saniyda keyin yonadi. Xo'p, undan keyingisi. Demak, haddan tashqari kuchlanish qiymati. Misol uchun eng yuqori chegarani belgilab qo'yamiz. Demak, 254 turibdi. Bu 254 qo'yilgan, sababi kelayotgan kuchlanish baland. Agar bundan oshib ketadigan bo'lsa, tarmoqdan ketayotgan kuchlanish uzib qo'yadi. Demak, himoya qiladi. Undan keyingisi haddan tashqari yuqori kuchlanishi tiklanish qiymati. Demak, mana shu holatga tushgandan keyin kuchlanish o'z-o'zidan tiklanib, yana qayta tarmoqqa ish faoliyatini amalga oshiradi. Demak, bundan keyin A4 bizada haddan tashqari kuchlanishni, tiklanishni kechikish vaqti 28 sekundda bu skachok bo'lgandan keyin 28 sekunddan keyin qaytib qo'shadi. Xo'p, undan tashqari himoya vaqti. Misol uchun kuchlanish keldi, skachok. Necha sekundda himoya qilib qoladi? Bu yerda 1 sekundda. Mana 1-1, 1-2 shunaqa qilib qo'ysa bo'ladi. 1 sekundda уже himoya qilib qoladi. Bu holatda qolaveradi. Xo'p, undan keyingisi haddan tashqari kuchlanishning eng pastki qiymati 170. Demak, 170 voltdan pastga tushgandan keyin demak bu yana uzib qo'yadi. Xo'p, undan keyingisi haddan tashqari kuchlanishni tiklanish. Mana 170 voltga 75 volt bo'lgandan keyin tarmoqdan kelayotgan kuchlanish qaytarib yana joyiga qo'shib qo'yadi. Bu ham shu holatda qolaversa bo'ladi. Undan keyingisi tiklanish vaqti necha sekundda tiklanadi. O'sha pastki nuqtani kamayib ketgandan keyin uzgandan keyin yana qaytib yoqish uchun necha sekundda. Xo'p, undan keyingisi kam kuchlanish himoyani bu ham vaqti. Hop, undan keyingisi bizga mana kerakli joyi A10 amper nastroyka qilamiz bu bilan. Hop, amperimizni elektromobil bo'lgani uchun ko'tarib qo'yaveramiz. 50 amperga to'g'rilab qo'ysak ham bo'ladi, 40 amperlarda qiziydi. Keyin uzib tashlaydigan bo'lib qoladi, relay naprejeniyamiz ishdan chiqib qoladi. O'shaning uchun 50 ga mo'ljallab qo'yish kerak buni. Demak, 50 amperga to'g'rilab qo'ydik. Hop, undan keyingisi 11 haddan tashqari tokki tiklanish vaqti. Misol uchun boyagi 50 amperdan ortib ketdi, uzib qo'ydi, keyin qayta 30 sekundda tiklanadi. 30 sekunddan keyin o'sha amper joyiga kelgandan keyin kelsa agar 30 sekunddan keyin o'shani joyiga tiklab qo'yadi. Xo'p, A12 ham bizda xuddi shunaqa, tok himoyasi o'sha vaqtiga. A13imiz o'sha kuchlanishi to'g'rilab qo'yamiz. Nechadir foiz oralig'ida farq qiladigan bo'lsa, misol uchun 235 plus minus 5% o'shani to'g'ri nastroyka qilib qo'ysak bo'ladi bunda A13da.